Assalomu alaykum, bizni YouTube'da tomosha qilib turgan hurmatli dindoshim. Iltimos, videorolik kengroq tarqalishi, boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun o'z hissangizni qo'shgan holda bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatish uni qilgan bilan barobardir. Qabristondagi dahshatli voqea. Bir kuni qo'shnimiz vafot etdi. Odamlar uni dafn qilish uchun qabristonga borishdi. Keyin uni dafn qilishdi. Ertasi kuni esa qabriston qorovuli qabriston ichida yursa, kecha ko'milgan o'lik qabr tashqarisiga chiqib yotgan ekan. Shunda qorovul uni ko'mishgan odamlarga xabar beribdi. Odamlar kelib qarashsa, rostdan ham o'lik qabr tashqarisida yotgan emish. Odamlar uni yana qabrga qo'yib ketishdi. Shu kuni kechasi soat 11-12 larda qabriston ichidan qandaydir ayol ovozi eshitilibdi. Qorovul qo'rqibsa ichidan kalima qaytarib qabriston ichiga kiribdi. Ne ko'z bilan qarasa, o'sha o'lik yana qabr tashqarisida yotgan emish. Qorovul yana odamlarga xabar beribdi. Odamlar kelib yana qabrga qo'yishibdi. Bir kundan so'ng kechasi qabristondan yana ovoz eshitilibdi. Qabriston ichidan bitta ayol meni qabrga qo'yinglar deyayotgan ekan. Qorovul qabriston ichiga kirmay odamlarga xabar beribdi. Odamlar bitta kuchli mullani olib kelishibdi. Mulla so'rabdi: bu ayol tirikligida nima ishlar qilgan? Odamlar indamabdi. Keyin surishtirib bilsa, bu ayol qanchadan qancha odamlarni sudxo'rlik hamda zino yo'liga boshlagan gunoh ishlar qilgan ekan. U ayolni u dunyo bu dunyo qabul qilmayotgan ekan, hattoki do'zax ham. Shunda mulla uni ko'kragiga qoziq qadab ko'mish kerak debdi. Odamlar shunday qilishibdi. Keyin hammasi joyiga tushibdi. Azizlar, bu 5 kunlik dunyoda harom ishlar qilmay, faqat yaxshi ishlar bilan odamlar yodida qolaylik. Xulosa, o'zingizdan yaxshilar.